Assalomu alaykum azizlarim. Mana maktabam boshlandi. Nabiralarim qatnashyapti. Voy, bu ikkala navaramga maktab qidiraverib, surishtiravurib, oxiri mana shu Jahon School maktabida to'xtadim. Bay. Shunaqangi yaxshi maktab, o'qituvchilarni aytmaysizlarmi? Ular bilan suhbatda bo'lib, nihoyatda malakali, o'zini ishiga professional o'qituvchilar ekanligiga amin bo'ldim. Maktab manzili ham uyimizga juda ham yaqin. Olmazor tumani Tinchlik metrosi. Har qanday avtobus transport bu yerga olib keladi. Meni ham ko'nglim tinch, ota-onasini ham ko'ngli xotirjam. Menga yana bir ma'qul tomoni, nabiralarim rus tili, ingliz tili, arab tilini o'rganish uchun repetitorga borib yurishmaydi. Shularni hammasini shu Jahon School maktabida o'qituvchilarimiz o'zi o'rgatishadi. Nabiralarim maktabni bitiradi-yu, universitetga kirib ketaveradi. Agar siz farzandingizga yaxshi ta'lim, tarbiya beradigan maktab qidirayotgan bo'lsangiz, sizlarga Jahon School maktabini tavsiya qilaman. Maktabda 30-40 ta joy qolgan. Agar siz to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, plus belgisini qoldiring.